Ramazon Temirov deb umid qilamiz albatta. Birozdan so'ng ring anonseri anons qilib olgandan so'ng sharhni davom ettiramiz. Here's Joe. And all fight fans, we are set to go with the next fight tonight. 3 rounds in the UFC flyweight division. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. He's a striker standing 5 feet 4 inches tall, weighing in officially 125 and 1/2 pounds. His record stands at 17 victories, 2 defeats with 1 draw. Fighting out of Karshi, Uzbekistan. Here is Ramazan Temurlan Temira. And across the octagon, his opponent fighting out of the red corner. A freestyle fighter standing 5 feet 6 inches tall. He weighed in at the flyweight limit, 126 pounds, and holds a record of 12 victories, 5 defeats with 1 draw. Fighting out of San Antonio, Texas. Here is CJ Vergara. And your referee in charge, Jason Herzog. Veteran referee Jason Herzog, third man in with the flyweights. Demak, Jason Herzog ushbu jangga referilik qiladi. Tezkor nokaut va mana shu yilning eng ajoyib highlightlariga kiradigan jangni kutib qolamiz Ramazon Temirovdan. Birinchi raund boshlandi. Juda ham bir bosimli bo'lgan holat, qanday hamyurtimiz o'zini ko'rsatishi albatta hammamizga qiziq. Aylanma zarba. UFC'dagi ilk zarbasi demak aylanma zarba bo'lyapti Ramazon Temirovna. CJ Vergara esa og'ir bosiq, juda ham o'zini bosib olgan holda sekin astalik bilan harakat qilmoqda. Mana bu yerda jiya qismiga og'ir zarba. Zarbalarni yaxshigina kuch sarflab beryapti Ramazon. Low kick zarbasi o'tmadi CJ Vergaradan. CJ Vergara mana shu oqshomni asosiy jangida jang qilayotgan Tatsuro Tairadan ham mag'lub bo'lgan. O'zi UFC'dagi raqiblarga e'tibor beradigan bo'lsak, oson raqiblar bo'lmagan. So'nggi g'alabasi Vinicius Salvadorga qarshi bo'lganda, Vinicius Salvador esa juda ham yaxshi jangchilardan biri hisoblanadi. Hozir Ramazon ustunlik qilmoqda, tana qismiga zarba yo'lladi. Jangni demak o'zi nazoratiga olishga harakat qilyapti Ramazon Temirov. Vergara esa biroz men tajribaliroqman degandek harakat qilayotgandek. Go'yo og'ir bosiq, unday xavotirga tushmayapti. Aylanma zarba, 3-urinish. Tamom emas. Lekin ehtiyot bo'lish kerak. Qo'llarini ochiq holda harakat qilyapti. Vergara bunday qilish mumkin emas. Ko'zga kirib qolish. Qanday nokaut? Yo'q, hali emas. Mana endi. Yana hali ham emas ekan. Qochdi. Bu Vergaraning maxsus uslubi. Sprint ham bor uning bazasida. Zarbalar ketma-ketligi. Vergara ham javob beryapti, lekin Ramazon nima holatga solib tashlayapti bu jangchini? Yana bir zarba. Qochyapti. Bonusni ham olamiz nasib qilsa. Zarbalar davom etadi. Tana qismiga zarba. Hozir yana menga qo'yib qochib qolish mumkin boshqa tomonga qarab. Tana qismiga zarba. Bo'ldi, tamom bo'ldi. CJ Vergara, Ramazon Temirov UFC'dagi debyut jangida g'alaba qozondi. Xush kelibsan UFC'ga Ramazon. 12-chi finish. Ramazonning karyerasidagi 12-chi finish. Mana bu jang uchun menimcha boks efiridagi sharhni yakunlab bu jangga o'tishga arzirdi menimcha. Baribir qiziq jang bo'lishini men avvaldan bilgandim. Ramazon zerikarli jang o'tkazmaydi. Mana bu haqiqiy bir
that if he found O'zbek the block, o'g'loni it mana. would be dangerous to receive it Hammamizni from quvontirdi. Fergar two different times and kept his foot on the gas pedal. Oh, mana takroriy lavhalarni ham ko'ramiz. Mana shu zarbalar Ramazonni UFC'dagi debyut jangida UFC'ga juda ham bir ajoyib kirib kelishiga sabab bo'ldi. Juda ham xursand qiladi albatta. Mana shuncha kutganingizga menimcha hozir efirda 11 mingdan ziyod odam o'tirgan bo'lsa, menimcha hech bir afsuslanmadi mana shunday efirni kutganiga. Ajoyib g'alaba. All right, big moment for Ramazan Tamirov. Here's Joe Martinez. Ladies and gentlemen, the end comes officially 2 minutes, 50 seconds. Round number 1, referee Jason Herzog puts a halt to the fight. Your winner by TKO, Ramazan Tamirov.